O'zbekiston Shvetsariyasi zomin tarifiga ortiqcha so'zlar shart emas. Pirviqor tog'lar, betakror tabiati, musaffo havosidan bahramand bo'lmagan yurtdoshimiz topilmasa kerak. Hatto qo'shni davlatlardan bu yerga shifo izlab keladiganlar sanoqsiz. Bugun esa bu betakror zamin o'zining yangi turistik salohiyati bilan dunyoga yuz ochmoqda. Suffa platosi dengiz sathidan 2400 metr balandlikda joylashgan. Zomin tog'larining bor bo'y-basti kaftdek namoyon hudud. Bir paytlar bu yerga faqatgina ekstremal sayyohlarning qadami yetgan xolos. Bugun esa yilning 4 faslida odamlar bilan gavjum. Zomin turistik rekreatsion zonasi va xalqaro umummavsumiy kurortni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni va tashabbusi asosida boshlangan tarixiy bunyodkorliklar bugun hududni unikal darajadagi turizm loyihalari bilan boyitmoqda. Ularning navbatdagisi O'zsanoat Qurilish Bank va BNB Holding hamkorligida rasman faoliyat boshladi. Zafaron Premium Hotel Zomin tog'larining nafaqat xushmanzara tabiati, balki premium darajadagi mehmondo'stligini sayyohlarga taqdim etishga tayyor. Prezidentimiz tomonidan turizm sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. Ushbu sohada ayniqsa xorijiy davlatlarning tajribasini o'rganish katta ahamiyatga ega. O'shaning uchun mazkur mehmonxonani ishga tushirishda biz rivojlangan davlatlar bo'lmish Birlashgan Arab Amirliklari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Gruziya, Qatar shu kabi davlatlarda bo'lib, ularni sohasini chuqur o'rgandik va mehmonxonamizning boshqaruv tizimidan tortib mijozlarga xizmat ko'rsatishning barcha yo'nalishlarigacha bo'lgan jarayonlar xalqaro standartlarda yo'lga qo'yilgan. Bizning asosiy maqsadimiz har bir tashrif buyuruvchilarga yuqori darajada xizmat ko'rsatishdir va majmuamiz ilk eshiklarini ochdi va dastlabki mehmonlarni qabul qila boshladik. Rasmiy ochilish marosimida turizm zonasida qad rostlagan Zafaron Premium Hotel imkoniyatlari va uning tuman iqtisodiy ko'rsatkichlaridagi ahamiyati e'tirof etildi. Qayd etilganidek, mehmonxona faoliyati nafaqat sayyohlar oqimini kengaytirish, turizm xizmatlar sifatini oshirish, balki aholi bandligi va hayotiy farovonligini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Bugungi kunda hurmatli prezidentimizni mamlakatimizda tadbirkorlarga yaratib berilgan sharoitlarini namunasi va izhorida bilaman. Men albatta mana shu BNB Holding qo'lidan kelgancha hamisha mana shu xalqimizni xizmat qilishga tayyor, iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsiya jalb qilish, eksport potensialini oshirish. Hozirgi kundagi yangi yo'nalishimiz turizm sohasida ham o'z xizmatlarimizni davom ettiramiz. Xalqaro jahon standartlariga mos keladigan mana shu xizmatlarni amalga oshirishda milliy brend sifatida ma'lumman Zafaron xalqimizga namuna bo'lib xizmat qiladi. Zafaron Premium Hotel milliy mehmondo'stlikni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirgan manzil. Mehmonxona bir vaqtning o'zida 200 nafardan ziyod sayyohga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega. 107 o'rinli premium toifadagi xonalar, 250 o'rinli restoran, 150 kishilik anjumanlar zali, sport sog'lomlashtirish xizmatlari, oilaviy dam olish uchun mo'ljallangan komplekslar mehmonlarga zominning betakror tabiati va unutilmas dam olish lahzalarini taqdim etishga hozir. Mehmonxona O'zsanoat Qurilish Bank moliyaviy ko'magi va BNB Holding tashabbusi asosida faoliyat boshladi. Uning bunyodkorlik jarayoniga bank tomonidan 165 milliard, holding hisobidan 35 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Eng muhimi, ushbu hamkorlik loyihasi orqali bugun hudud aholisi uchun 120 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Hatto hali bu ochilmasdan turib takliflar kelish boshladi. Chunki Zafaron brendini bugun nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda bilishni boshlashdi. Chunki dunyoda Zafaron brendi borligini, O'zbekistonda Zafaronni qanchalik oliy navligini his qilishdi, bilishdi. Shuning uchun ham bu mehmonxonalarimiz nomi Zafaron bilan nomlangan. O'ylaymizki, mana shunday bir O'zbekistonning Shvetsariyasi deyshadi. Zomin tog'larida joylashgan ham bu juda katta bir biz uchun ham sharaf, xursandchilik keltiradi. Har bitta kelgan o'sha chet ellik mehmonlar mana shunday joylarda dam olib, butun dunyoga O'zbekistonda ham Shvetsariyadan qolishmaydigan joylar bor ekan deb faxr bilan gapirib yurishlarini niyat qilamiz. Bugun Zominda amalga oshirilayotgan bunday yirik loyihalar hududning nafaqat turistik qiyofasini, balki iqtisodiy imkoniyatlarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Endi Zomin sayyohlarni nafaqat musaffo havosi va xushmanzara tog'lari bilan, balki zamonaviy servis va xalqaro standartlarga mos dam olish muhiti bilan ham qarshilashga hozir. Zafaron Premium Hotel bu sayyohlarni premium darajadagi mehmondo'stlik bilan kutadigan manzil.